Assalomu alaykum vatandoshlar. Moskva, Toshkent, Moskva yo'nalishimiz bo'yicha reysiviy avtobuslarimizni bugungi pasatka jarayonidamiz. Hamyurtlarimiz kelyapti, biletlarini beryapmiz, joylarni bron qilyapti. Azizlar, ko'rib turganingizdek, UzAvtoTransnaz avtobusimiz, oq avtobusimiz Primoy Toshkentga kirib boradi. Sobir Rahimovga har kuni reysimiz bor. Har kuni dushanba, payshanba kuni ikkita reysimiz bor. Abedga 14:00 da, kechki 21:45 da. Kimga shunaqa avtobus kerak bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga bemalol uzoqda bo'lsanglar, yaqinda bo'lsanglar kelib ovora olmasdan pasportinglarni WhatsApp orqali, Telegram orqali jo'natsanglar, biz joylar bron qilamiz. To'lovini kelgandan keyin amalga oshirasizlar. Azizlar, Primoy Toshkentga kirib boradi. Zarechchi устройство, issiq sovuq suv, kamera nazorat ostida ketasiz. Hamma sharoitlarga ega. Pamesdan o'tirasizlar, oshcha odam olinmaydi azizlar. Yolg'onlarga, aldovlarga ishonib qolmanglar. Primoy Katsenniki Toshkent bo'ldi. Kelinglar.